Assalamualaikum hörmetlik Uyghur TV ko'rganlar. Bugun Abdulhamid Uyg'ur akamiz bilan Barin vaqasi haqida suhbat olib boramiz. Qanday diqqatingiz suhbatimizda bo'lsin. Assalomualaikum Abdulhamid aka. Qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh xushlik qilsin, salomatulloh. Siz bizga shu Barin vaqasi haqida bir qancha şeylarni so'zlab berasiz ekan. Bo'ldi, Alloh tasman so'zlab beray. Siz nimalarga javob berishni so'rasangiz shuni qildim. Barin vaqasi qachon qaydab berilgan? Barin vaqasi Sharqiy Turkistonda 1990-yil 4-ayning 5-kuni Aqtu nahiya Barin yezida elib berilgan. Shu Barin vaqasining yetakchisi kim? Shuni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Barin vaqasining yetakchilari endi Zeydin Yusuf, ya'ni Zeydin Qarim, Zeydin Yusuf deymiz. Bu bir diniy oilada cho'ng bo'lgan bir molla olim kishi. Bu yoshlik davrida Qashqarda Sulaymon Domullam ham o'zining yurtlaridagi ba'zi ulamolardan, undan keyin Qovoqda Abdullakim Masmajni o'qigan bir ulamo kishi. Shu yerlarda o'qish orqali o'zining diniy ham siyosiy bilimini oshirgan kishi ekan. Undan keyin bu shu zamonlarda Xitoyning zulmining ishib ketishi sababli bu xalqni shu jihatdan boshqa yo'ldan qutulish mumkin emasligini his qilgan bu Zeydin Qarim Qovoqda o'zi bilan birga o'qigan ba'zi saboqdoshlarga tashviq qilish orqali ular ichidan shu zamondagi jihatni qo'llaydigan ba'zi saboqdoshlarni ilib Baringa birga qaytib kelib, shu yerda 1989-yilning oxirlaridan boshlab tayyorlab qilgan. Ham bu jihatga ta hayotining oxirigacha o'z yetakchilik qilgan. O'zini shu jihat pisida shahid bo'lgan bir ulug' diniy zot. Shu Sharq Turkistondagi pilaloq tug'ut qirg'inchiligi qaysi vaqtda, qanchadan boshlab o'tildi? Sharqiy Turkistonda pilaloq tug'ut siyosati 1982-yilda dastlab yo'l qo'yildi. Dastlabda Xitoy buni xalqni biroz bexudlashtirish uchun yavash yo'l qo'yib mangan asta-asta kuchayib menib bu 1989-yilga kelganda yuqori pallaga o'rlab bir Barin yezida endi Sharqiy Turkistonda 86 noya 9000 yezi bor ekan. Shu yezlar ichidan birisi bo'lgan yezida shu Barin yezida bir yilda qatl qilingan bola 250. Bu sonni ko'rib bular cho'chib ketgan. Nima uchun bu kabi bunda nima bo'ladi? Qirg'in bo'lib ketdi bizning xalqimizda. Bundan keyin buni gap bilan aqtirish mumkin bo'lmaydiganligi ko'zga yetgan bu Zeydin Qarim boshchiligidagi bir turkum diniy ulamolarimiz ham yosh taliblarimiz bu zulmga qarshi cho'qim bir qurolli harakat qilib bo'lmasak bo'lmaydi degan qarorga kelib 1989-yildan boshlab Qovoq o'qib kelgan bir turkum yoshlarni yetakchi qilgan asosda undan keyin shu Barin, Aqtu boshqa Qashqarning boshqa yerlaridan hatto Turkistonning qumulg'ichilik bo'lgan odamlar bor bularning ichida. Hammasi shu Qovoq o'qib kelgan talab bolalar. Shular orqali xalqni ichidagi vatan xalqi ko'yindigan yoshlarni uyg'otib akirib hammani yig'ib shu yerda ish boshlagan bo'lar. Allohning rahmati bilan bu 1949-yildan keyin planlanib amalga oshirilgan eng unumli bir jihat bu. Bundan burun boshqa nurg'un ishlar bo'lgan, masalan, Abdulhamid Domullamning voqealari deymiz. Mana shu 80-yillardagi Pazovat voqeasi deymiz. Va undan boshqa Qashqarda, boshqa yerlarda yuz bergan cho'ng voqealar bor. Planlab, lekin bular planlab amalga oshirilmagan. Lekin Mao Zeydin Qarim planlagan ishni avval Allohning rahmati, undan keyin Zeydin Qarimdek bir qobiliyatli bir rahbarning yetakchiligida bu garchi bu jihat amalga eshitdan burun Xitoy kommunistlar qo'shib qolgan bo'lsa-mu, yana bu harakatni to'xtatmay bular davomlashtirgan ham amalga oshirgan. Shunga bu Uyg'urlar tarixidagi yaqin zamonda eng ko'rinarli bir xalqni qutqizish uchun ilib qo'yilgan cho'ng bir harakat.
Bu faqat Sharqiy Turkistonda emas, butun dunyoni shu vaqt zilzila keltirdi. Chunki Xitoy necha vaqtdan bizda hech qanday bir zulm yo'q, xalq Jungo doirasida hamma millat barobar yashaydi deb kelgan. Lekin ishidagi xalq izchil qarshi turib kelgan bo'lsa-mu, qarshilikni ifodalab dunyoga anlatmagan. Bu shunday bir sharoitda bu Zeydin Yusuf bu ustoz shu vaqtdagi o'ziniki o'quvchilar bor ekan, qatorda bu odam haqiqatan bir boshlagan ishni oyoqqa chiqarib, butun dunyoga Sharqiy Turkistonning Xitoyning zemini emas ekanligini, o Sharqiy Turkiston azaldan ayrı bir mustaqil davlat ekanligini, agar Xitoy uni yaxshilab bermasa, urush qilib qandaki bo'lsin cho'qim qaytarib olganini isbotlab bu jihatni boshladi. Ham amaliyotda shunday qildi. Bu Zeydin Qarimninki sabdashlar asosan diniy talibanlar. Masalan, Zeydin Qarim o'z vaqtida Kiram Qarim hozir turmada şey deb ketgan, 2017 şey deb ketdi deb e'lon qildi. Kiram Qarim va boshqa Sharqiy Turkistonning janub va shimollaridan bo'lgan nurg'un ulamolar bilan aloqalashib, asosan talablardan qo'zg'agan jihat bu. Buning tipik misoli mesela Obul Qasım'da bir qahramon inqilobchi o'tgan bizda bu Xoliqning Bashiriqni izladim. Ha bu Azmat 1986-yili yana o'zi bir tashkilot qurgan bo'lib, bu tashkilotning iqtisodiy mol-mulkiga ziyon solgan ham buni xiyonat qilgan bo'lib, xiyonatchini jazolash yo'lida uningga o'lim jazosi hukm qilib o'zi ijro qilgan. Shu vaqtida Xitoy buni vahshiy qotil deb e'lon qilib tutish pulga chiqargan. Bu nurg'un qatim qo'g'lab tayyor bo'lgan bo'lsa-mu, bu Chaddas Azmat har xil usullar bilan qochib ketgan. Hatto bir yerda deydi, buni uyda boqqan bir kishiga tadbirishcha bir qo'noqlikning qishig'i kelganda bir xoin birisi chiqib qo'ygan bu, shuni bilan bu askar yaqin atrofga bu qo'noqlikka kirib ketgan deydi. Shu kirganicha kelin askar qo'lab kelgan. Hatto dehqonlar kirib shu qo'noqlik urib bo'lsagan. Shu vaqtida bu Obul Qasim qo'lga yo'g'on bir layni iliblar shu qo'noqlikdagi chama parchasini Xitoy askarlar kelganlar atgan. Atgandan keyin bu qo'noqlikda yez cho'ng o'g'illar biladi, bu sharaq-sharaq bir avot bir cho'ng chiqdi. Xitoy askarlar shuni bombatida xiyal yatdi. Obul Qasim qochib ketgan. Qochib ketgandan keyin hatto shu kelgan dehqonlarga butun qo'noqlik urg'ilib, o'rab tugatgan bo'lsa uni topolmagan. Mana undan keyin bunday misollar ko'pkan, har yer narx ustodan qochib ketgan bu qahramon kishi. Bu 1989-yilning oxirlarida Zeydin Qarim bilan qalqib uchrashib, Zeydin Qarimning niyatining to'g'ri qilgan ishining haqiqatan vatan millatining qutqilishdagi birdan-bir to'g'ri yo'l ekanligini tushungandan keyin Zeydin Qarim bilan moslashib, Parijga borgan. Bu Obul Qasim aslida qochib yurgan bir kishi. Çık kişiler görülmedi. Lekin Zeydin Qarimning fikri bir yerden chiqqan uyga berib, bu at askerge qo'mondan bo'ldi. Qo'mondan bo'lib 3 oyga askarlarni shu maxsus atliq qo'shinni tarbiyalagan. Buningga oxirida bir echinishlik bo'ldi. Chunki bu Obul Qasim shu janglarga qatnashib, shu jangdan bu salomat qutulib, Zeydin Qarim shetib ketgandan keyin qutulib qochib ketgan bo'lsa-mu, 1992-yili yana o'zi bir to'kim yoshlarning barni vaqasi to'xtab qolgandan keyin yana shunday qurolli harakatni davomlashtiraman deb Sharqiy Turkistonning kommunistning bir to'kim kishilarni akirib Kulininki bir tog'liq rayoniga shu yerda mashq qilgan bu badan mashq qildirish ham idajatni tarbiyalash bo'lgan. Shu jarayonda uning qo'l ostida turgan bir Abdulhamid ismli bir kommunist bir talib bilan yana onun sabtaşı ikisi sabtaşı. Bular xiyonat qilib, kendini kontaktga urib o'tirib o'tgan Obul Qasimni. Bu tariximizdagi eng ichinishli voqea. Chunki Obul Qasimni biz shu vaqt nima gunoh qilganligini uqmaymiz. Ammo ular bu bizga yetakchilikni to'g'ri qilolmadi. Yoki islomning ba'zi nimalarga xilof qildi degan tuhmat bilanlar kendini kontaktga urib o'ltirib, o'ligini bir çiftliğe kaçılıp biz ot koyup köydürürken dağılmayında. Bu vakani ben
1996 yılı turmağa kelgende turmada Muhammed Sadır ismli bir hükümlük şu Abul Qasım'ın öldürülen kişilerden şerik öleminde tutum. Onunki ayıplaş hükümnamasını kösem, hükümnamasını Abul Qasım'ın ismini çıkılıp ben Abul Qasım'dan burun anlap pek kızıqqan dedim körep bakmağanlığım için kızık nimeni ayakış okudum. Ayıplaşnamını. Ayıplaşnamıda özününki aslında Abul Qasım'ni şu terbiyeligen nimeler kuyuda ötürülüklerdigini sözlepti. Yani ondan keyin Abidjan Abul Qasım deb bir qılınışımız turmada şey etip ketdi. Şu Qashqar boshqarmasining qamoqxonasida yotgan vaqtida şu Abul Qasım'ni şehit qilib o'tgan Abdulhamid ismli mahkum bilan yandash yotgan. O jarayonda sotg'imi bushkul chiqibdi ular. Uning sotiga Abidjan Abul Qasım dadisi kelibdi. Kelib sotda Abdulhamidning o'zini kommunistlarning qarshiligiga bitirib qo'yishini talab qilganligini, uning sababi Abul Qasım'dek Xitoy hukumati necha yil izlab topolmagan qotil bir jinoyatchini biz o'zining saboqimizda sheriklik ko'rsatibdi. Biz ikkimiz o'ldirish orqali Jungo Kompartiyasiga cho'ng tuhfa qo'shdik. Shuning uchun bizga kengashliklar bitirib qo'ysa ekan deb talab qilganligini anglab, o Abidjan Abul Qasım dadisi deb turgan balam Mishad Abdulhamid ismli gumonliq birisi bor ekan. Bunun bu hargiz paranlaşma olan bu bir hainken özününki şu Abul Qasım'da bir kahramanımızı öldürüldü deb köreşkil çıqqan deb beripti. Bu gapni şu Abidjan Abul Qasım men turmada yetiştirgan deb berdi. Qarab haqiqatan ishindik chunki Abul Qasım haqiqatan 86-yildan tortib 92-yilga Xitoy hech qachon tutanmagan bir azmat edi. Hatta şu sot zaliga qatnashgan nurg'un kishilar bu Abdulhamid lanet okup bu hain bizningki qahramonimizni yo'qotdi deb qo'rqib ketgan edi. Demak, ishimizda inqilobchilar chiqmagan emas, chiqqanlarning ba'zini Xitoy o'tirib etsa, ko'pini bizning nadan xalqimiz har xil usullar bilan o'tirib etdi yoki tutib berdi. Shuning bilan bizning ishimiz davomlashmay qoldi, mushtaqqada mushtaqqalat qilyapmiz. Alloh taolo bundan bu illatni bizni ko'tarib Bizningki şu Sharqiy Turkistonda ko'p harakatlar planlangan bo'lsa-mu, amalga oshmadi. Nima qildi? Ichimizdan xoin ko'p chiqqachqa. Mushu bar jihadimi shuning o'xshash bir jang qatnashgan bir azmatning burunqi ag'inasi bo'lgan bir yansaliq Danish Molla degan birisining ot sesilish jarayonida uningga sarqirab ishini qilib, nima uchun ishlatganligini so'rasa, men biz buni jihodda ishlatdik deb saqallarga tupaydilar. Bu hain onu kommunistlar çıkıp koygan. Şu sebeple bu hareket aşkanlık kayıp kaldı. Demek nurgun planlanan hareketler bu şunda sel qarash yoki köp halkımızın nadan ekanligidan bu hareketler amalga osholmadi. Abdulhamid aka, şu Sharq Turkiston Islom partiyasi qachon qurilgan? Sharqiy Turkiston Islom partiyasi Sharqiy Turkistonning Aqto'ning oyisida 1990 yil, lekin oy yoki kunni ular aniq deb bermadi. Shu yilning o'rtalarida qurilgan bo'lsa kerak. Zeydin Qarim, Abdug'ani o partiyaning ikkinchi qo'l boshlig'i, Jamal Qarim, Jamal Muhammad deymiz, turmada qolgan muddasiga kesilib, lekin Ahmad Qarim va shunga o'xshash nurg'un azimatlarning birlik kelishib qo'yilgan. Bu partiya şu biz bildiğin endi. Bunun aldın nurg'un partiya qurilib amalga oshmani uqmay qoldi, nurg'un Xitoy yo'qotdi ya. Lekin bizga yetib kelganlar ichidagi eng az ko'p xalq biladigan bir partiya endi. Sharqiy Islom partiyasi bu keyin bilan davomli Hasan Maqsum Chatalda qurdi. Asli qurilgan vaqti shu 1989-yili yilning oxirida qurilgan barında. Undaqda şu Sharq Turkiston Islom partiyasi nima uchun nima sababdan oshkorlanib qoldi? Bunun sebepleri pek ko'p. Çünkü bizning xalqimizni Xitoy ko'p qirib ham nadan qoldirib
o'zininki nima ish o'ziga foydali, nima ish o'ziga zararli chiqib bilib olmaydi xalqimiz. Shu sababdan masalan shu barni vaqasini pashop qilishimi bir yimsoliq bir o'g'lab o'ynaydigan danışmalar ismli bir atçınınki eğitiminin yaxşı ekanligini barni jahada qatnashgan kishilar boshqalardan anglab shu atni setib olib bordi ekan. Berib eğitimini bizga setib bersan degan ekan. Nima ish qilsa bu atni bersan degan ekan, bu uning og'aynisi deydi ekan. Biz buni Alloh yo'lida jihad qilamiz shunday degan ekan. O atni bermay men keyinchi bilay deb qo'yapman. Yo'q so'rab shu vaqt chiqib qo'ydi ekan buni. Xitoy kommunistlar shu vaqtdan tortib buni peyga tushganda. Shuna tiz tutmasa ham ular asosan harakatlarni bir qismini bitirib bo'lgan vaqt shu xoinning chiqib qo'shda amalga oshkorlik qilib buni ko'zlagan maqsadga yetolmagan. Amalga oshgan bo'lsa-mu jiq bir nishon ular planni qilsa cho'ng plan ekan ular. Oxirida safdan qutilish plani tuzib olganlar. Lekin dastlabki plan bilan bu Xitoyning oshkorlik qilib amalga oshmagan.